Speakingiz shu darajaga chiqmayapti, to'g'rimi? Demak, siz shu ishga qilayotgan bo'lishingiz mumkin. IELTS 8,5 challenge bugun 8-kun. IELTSga tayyorlanayotgan o'quvchilarning klassik xatolaridan bittasi bu savolni o'qish va o'shanga javob yozish. Javob yozish bu yaxshi narsa, lekin yozilgan javobni hech qanaqa yaxshilamasdan, upgrade qilmasdan turib o'shani yodlab, o'zini speakingga tayyorlantirayotgan ustozga aytib berish bo'ladi. Bu metodika yaxshi bo'lishi mumkin, lekin kimga? Qisqa muddatda 6, uzog'i 6,5 olish kerak bo'lgan odamlarga bu narsa yaxshi. Lekin siz oldingizga 7, 7,5 va 8 maqsad qilgan bo'lsangiz, albatta shu ishni qiling. Agarda shu metodikani ishlatib, hali ham speakingni o'stira olmayotgan do'stingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta unga jo'natib qo'ying. To'g'ri tayyorlanish metodikasi qanaqa bo'ladi? Javoblarni yozishda biz davom etaveramiz. Javobni o'zimiz yozishimiz bu juda ham to'g'ri, chunki o'zimizning fikrlarimizni o'zimiz yaxshi aytib beramiz. Lekin bitta joyi bor. Yozilgan javoblarni biz sun'iy intellektga tashlaymiz. Sun'iy intellekt vocabulary va grammatik strukturalarni ancha ko'tarib beradi va o'sha narsani yodlamaymiz. O'tda berilgan yaxshilangan speechni o'qib, o'rganib, analiz qilib, o'sha narsani o'zimizga singdirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta videoda aytilgan narsani qiling va deylik qisqa muddat 1, uzoq borsa 2 oyda eng kamida 1 ballga o'sish kutasizlar.